Aziz do'stlar, shu domda duradilar. Yani şu qiz sinamiz shu domda duradi. 503 dom. Şurada yine 3-4 bor, 3-4 yandan bu yerda yana joyma magazin qurilgan, shuni yonidan girib bo'ladi. Ya bu Sizot maktabi yo'li bu. Shundan girib bo'ladi shu yerga. Mabodo kimdir yangi eksan qilmoqchi bo'lsa, ayollarning jim boshini titraman desa, bemalol kelishlari mumkin shu yerga. Bu yerdan kelsangizlar yana u o'zimiz sentrdan keladigan yo'l bu Sizot maktabi yo'li. Shundan kelasizlar, shu Qizil dom yonidan ikki etajli yonidan girsangizlar, shundan yurib 30 metr chapki, u birinchi dom emas, ikkinchi domda, birinchi podyezdda, birinchi ishda yashaydilar, birinchi etajda. Orientaran tushuntirib o'tayim. Bundan Sizot maktabi borasiz, bir de maktab. Aziz do'stlar, shu yerga bir eksan qilmasangizlar ham bir ayollar jim boshini bir titrasangizlar ham shunga bir foyda diyecekman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, aziz xalqsevar YouTube kanali obunachilari, sog' salomatmisizlar? Bizlar bugun shuningdek bir sinimiz iltimos qilgandilar, yordam bering deb o'zimizni To'broqqal'a tumanimizda, Pitnek shahrimizda. Bering orientirni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qisqacha bir Sizot maktabining yo'lidagi 3-4 dom teyindan kirib kelasizlar do'stlar. Muhabbat mahallasi Madyar Qilich ko'chasi ekan, 503-domda turadi ekanlar. Kvartirant bo'lib turadilar, bir yil davomida. Ben sinimiz o'zi asli kelib chiqishi Qashqadaryodan, Xorazmga kelin bo'lib tushganlar. Bir murojaat nelar bilan, kelishmovchiliklar bilan turmushlari o'xshamay qolgan. Bir nafar farzandi bor, o'g'li 4 yoshida dedingizmi? 6 yoshida. Shu sinimizni videolarimizni kuzatgan bo'lsangiz, bundan bir 1,5-2 yil burun oldin u shakar zavodi yonidagi bitta dala hovlida yashab o'tirgandilar. Shu yerda bitta bir yaxshi inson shuni berib qo'ygan, vaqtincha yashab tursin deb. Endi bu yerda bilasizlar, gaz yo'q, problema bo'lgandan keyin suv muammo bo'lgandan keyin shu To'broqqal'a tumanimizni Pitnek shaharga kelganlar. Hozir tushuntirib o'tganda shu domda yashayaptilar. Men aytmoqchiman, bu sinimiz qo'lidan chevarchilik kelar ekan, hamma ish keladi ekan. Ayollarning ko'laklarichi, boshqasi hammasini tikib, chiroyli qilib berib o'tibdi ekanlar. Ham iloji bo'lsa, shu o'zimiz To'broqqal'a tumanimizdagi ayollar bo'ladigan bo'lsa, ko'ylak tiktiradigan bemalol shu sinimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu ham yordam. Shu bolasini bir 1-2 so'm ishlasa, shu xarajat pulisi, non pulisi bo'ladi. Bu ro'za Ramazon oyida befarq bo'lamiz do'stlar. Men ham bir oz bo'lsa o'zim hissamni qo'shing deb shu yerga keldim. Haqiqatan hozir sizlarga o'zlarini qisqacha savol beramiz, tushuntirib o'tadilar do'stlar. Ama shu videolarda befarq bo'lamiz, bir layklarni bosamiz, shuni sahiy insonlar ham yetib borsin. Ro'za Ramazon oyida kimning ehsoni bo'ladigan bo'lsa, bemalol ehson qilishlari mumkin. Shu bir nafar shu farzandini 6 yoshli bolasini bir qo'ldan kelgancha yordam qilsak yaxshi bo'ladi deyman. Ehsonning mukofoti ehsondir deyman. Shu sinimizning o'zine tegishli karta nomerlarini qo'yib o'taman. Shu ehson karta nomerlari shu videoning tengida bemalol ehson qilishingiz mumkin do'stlar. Hozir o'zlaridan savol beramiz, o'zlaridan eshitamiz qolganini. Assalomu alaykum yurtdoshlar, ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin barchaga. Men o'zi Qashqadaryodan beri kelib bo'lib tushgandim. 7 yil bo'ldi beri kelganim-ya. Oilamni ba'zi sabablarga ko'ra o'xshamadi, ajrashdik. 3 yildan beri kvartira yuribman mana. Xudo xohlasa bu 15-16 kvartira 3 yil davomida. Men qo'limni kelgancha harakat qilyapman. Shu bolamni o'zim ro'zg'orga qilishga. Hozir men yasagan narsalarimni ularga ko'rsataman, tikish qilaman, kelinlarga narsa yasash boshladim. Iloji bo'lsa shu gruppaga qilib yordam berib buni qilsalaringiz yaxshi bo'lardi. Iltimos qilaman. Men bu ana yangi kelin cheklar uchun. Bunda kampirlik bo'ladi, bo'yniga taqadigan. Keyin ziragi, braslet, hali oxiriga yetmadi, u uzlugi. Bu qizlar uchun ham, hijoblilar uchun ham yaxshi ketadi. Bunaqa taqiladi. Shunaqa qilib
Yana buni tillari bor. Boshqa turdagi to'sonlar men so'mka to'qish boshladim, hali bitmadi. So'mkani to'qib beraman. Zakasiga qarab. Yana bu ko'ylaklar o'zim tikib qo'yibman. Qo'ldan kelgancha buni ham tikib rimlargacha o'zim yasaganman. O'sha tikib narsalarni topshirgan. Hozir borib o'zimdagi narsalarni ko'rsatyapman. Men demoqchi bo'lganim, iloji bo'lsa ozroq yordam berib boshqa qilsa ishimni aylantirib olsam degandim. Xudo xolasa xarajatim, kvartira pulimda bo'lardi-da. Rahmat hammaga. Endi meni noto'g'ri tushunmaysizlar. Shu paytgacha hamma inson, ko'p insonlar yordam berib kelishyapti. Alloh rozi bo'lsin, qilgan insonlar dargohida qabul qilsin. Men shu mehnatim orqali shu farzandimni boqishga harakat qilyapman. Men noto'g'ri tushunib boshqa qilib qilmaysa, men hozir Muhabbat mahallasi, Madal Qilish ko'chasi 3-5-domda kvartirada ijarada turibman. Yine o'zlaringiz bilganlaringizni singlimiz qisqacha bo'lsa tushuntirib o'tdi-da, bitta masalani, adresini, qiladigan ishlarini singlimiz ko'pincha shu ayollarning kiyimlari bilan shug'ullanar ekanlar. Shu narsalarni tikib ayollarga shu qo'lidan kelgancha xizmat qiladi ekanlar. Kelinlarimizning yana taqinchoqlari, boshqasi shular bilan shug'ullanar ekanlar. Bu qizlar rahmat deb aytaman. Shu halol yo'l bilan shu farzandini boqib o'tiribdi, qarab o'tiribdi do'stlar. Bu bilan o'zini yolg'iz ayol bilan qiynaladi. Doğru birikkilar aytishi mumkin. Hozir shu videoni ko'rib turmushga chiqinglar deyishlari mumkin, lekin men doğrusu birinchi marta taklif berganman. Turmushga chiqsangiz bo'lmaydimi deb, bundan 1,5 yil burun ham aytganman shu narsani. Yo'q, men chiqsam bo'lmaydi, ertaga bolam siltalanchi bo'ladi, reja otaning qo'lida deb. Biz singlimiz shuning uchun turmushga chiqib o'tiribdi ekanlar. Shuning uchun 1 so'm bo'lsam, 2 so'm bo'lsam, o'zim halol mehnatim bilan shu pul topib, shu bolani bir voyaga yetkazsam, bir O'zbekistonimizda bir xizmat deydigan bir farzand bo'lsin deb, shu bolani doğrusu bakıp qarab o'tiribdi ekanlar. Ham bir de toprak qala Drujbada yashab o'tirganlar sababi endi o'zini suyanchidan ayirmayin deb har haftada bir ikki o'zining otasining uyine yuborib oladi ekanlar. Shuna bir kun 2 kun borib keladi ekanlar. Endi bu ham uchun ajrashdi degandam sal tushuntirib o'tadan bo'ladigan bo'lsam o'zim aytib o'taverim. Ben singlimiz shu turmushga chiqmasdan burun shu turmush o'rtoqlari o'ylanganlarni, birinchi turmush qurganlarni aytganlar, lekin qonuniy ajrashmagan ekanlar. O'rtada bir farzandlari bo'lgan ekan, birinchi turmushi bilan shu 9 yoshga kirgandan keyin ajrib beraman qonuni degan ekanlar, bo'lmasa tortib oladi ayolim deb aldagan ekanlar do'stlar. Lekin u narsa bo'lgan emas. So'ng bu qiz bilan turmush qurib, o'rtada shu bitta farzand bo'lgan. Farzand bo'lgandan keyin birinchi turmush ayoli kelib, o'rtaga nima qilgandan keyin yana ajrashib ketgan bo'lar. Bu ajrashib ketgan. Bu singlimizning turmush o'rtog'i birinchi ayoli bilan qo'shilib yashab ketgan. Va ko'chada qolib ketgan. Shunda aytaverim, tushuntirib ko'chada qolib ketgan. Endi bu aytib, ben aytibdi, Qashqadaryoga borib yashasam bo'ladi, lekin balam dedi net qoladi dedi-da, o'rtanib qoladi dedi, boshqa qiladi dedi. Shuning uchun dedi, shu toprak qala tumanimizda, shu Drujbada yashab kelyaptilar-da. Shunda tushunasizlar, boshqa tushunmaylar yana. Nechun ajrashgan ekan, endi ba'zi bir narsalar bo'lib qoladi, negativchada boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa qo'limizdan kelgancha yordam bersak, hozirgina ben singlimizni yosh bolalarning narsasini tikar ekanlar, shuni bir ko'zib o'taman sizlarga. Yana hozir buni bolam uchun tikib qo'yibman, harbiy kiyim. Aylantiringchi. Shu bolalarga ham harbiy kiyimni tikib beraman. Burki, endi yosh bola bo'lgancha rezinkali nima qilganman. Aslini ham. Endi tovarim ham bor, agar uni qilsa, o'zimni tikib hammasini qilib yetkazib berishim mumkin. Qaysidan berib oladi buni qilsa, buni ham bir yaxshi inson berganda aylantirasan deb, bitta avval qilib aylantirib olasan deb, mana shu tovar bergan.